Videoni oxirigacha ko'rsanglar, bugun men sizlarga mashinniklar haqida gapiraman va o'zimni shaxsiy robotlar haqida sizlarga ma'lumot beraman. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi men o'zimni Telegram kanalimda yangi ochdim. Men Telegram kanalda ko'rsanglar bo'ladi. Bu kanal silkasini, holasini kommentariyada yoki описание va kommentariyada qoldiraman. Bemalol obuna bo'lib tekin robotlarni ishlasanglar bo'ladi. Pulli robotlardan ancha yaxshi. Shuni esdan chiqarmanglar. Pulli robotlardan ancha yaxshi. Men xaslar birinchi versiyani tashaganman, keyin mana natijalarni tashaganman tagiga, keyin ikkinchi versiyani tashaganman. Xaslar ikkinchi versiya mana. Ikkinchi versiyasi ham yaxshi. Birinchi versiyaga qaraganda sal yaxshiroq ikkinchi versiyasi. Endi bu robotni test jarayoniga o'tamiz. Mana bu Hustler birinchi versiya. Men kanalga mana shuni tekin tashaganman. Endi sizlarga buni ishlashini ko'rsataman mana. 2023 dan boshlaymiz. Kulli time frame. Kulli time frame ga qo'yamiz. Spread 100 ga qo'yamiz. Hamma brokerda 100 bo'lmaydi, ba'zi brokerlarda bundan kam, ba'zi brokerlarda bundan sal ko'proq ham bo'lishi mumkin. Har brokerda har xil. Endi buni test qilamiz. Start ketdi. Tak, ketdi kulli time frame. Endi bu robotni kulli time frame da emas, misol uchun M15 da qilsanglar bo'ladi. Eng pasti M15 da trade qilsanglar nima? M15 da qo'ysanglar bo'ladi time frame da. Eng pasti M15, M30, H1, H4 ketaveradi. Kulli time frame da ham bo'laveradi. Har kuni mana trade qilganman. Kulli time frame da qo'ysanglar ham har kuni trade qiladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Har kuni trade bor. Har kuni. Bu robot men o'zim shaxsiy robotim bu. Skype'dan olib ba'zi bir kanallar bor. Bitta kanal ko'rib oldim. 35 ming, 36 ming obunasi bor. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? deb boshlaydi. Telegram kanalda kim obuna bo'lib qo'ygan bo'lsa taniydi. Men uning otini aytib Telegram nima kanalni aytmayman. O'sha robot kanalda bir tinga qimmat robotlarni tashiydi. Internetda olib bir tinga qimmat musor robotlarni tashiydi. Yana aytadi, men bu robotlarni tekin berganman, ba'zi bir joylarda sotishayotgan ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan. O'zing internetdan olgansan. Boshqalar sotadimi, boshqa qiladimi, nima ishing bor? O'zi internetdan olgan. Xo'p, mayli, o'zimizni robotga qaytamiz mana. Kulli time frame da qo'yganman, daily da har switchada trade qiladi har kuni. Trade qiladi mana bu. O'sishni ko'rsanglar bo'ladi mana. Risk managementga shunaqangi qattiq amal qiladi. Har bir order uchun, har bir bitim uchun 0.5% pastroq risk qiladi. Tushunasizlar? Juda kichik risk qiladi. Aynan shunaqa robot uzoqqa boradi. Aynan shunaqa robot uzoqqa boradi. Ana ko'pchilik aldab oyiga 50% qiladi robotimizni, 100% qiladi deb internetda olib bir tinga qimmat musur narsalarni sizlarga reklama qilib, ular ham joyiga borganda sizlarni aldagan uchun javob berish kerak. Shuning uchun men aldash yomon ko'raman va mashinniklarni men sizlarga chiqarib fakt bilan chiqarib shularni yolg'onligini isbotlab berish. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Kulli time frame ishlayapti. Mana ozgincha tushishlar ham bo'ldi, lekin depozitga nima qattiq silkitib olmaydi depozit. Mana lotlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana eng minimal lotlarda ishlagan mana. Boshida $500 depozitdan boshlangan. Mana 0101010102 oradan 02 o'tib ketgan.
Mana 500 dollardan boshlangan, mana 512 dollar ketdi mana. Ko'tarilishga qaranglar. Qaranglar ko'tarilishga. Kichik risklar bilan ishlaydi mana. Ko'rsanglar bo'ladi. 02 9 dollar, 4 dollar mana profitlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana 3 dollar. Tag riskga qattiq amal qiladi. Mana 500 dollar edi, hozir 1000 dollarga yaqinlashib qoldi. 100%. Taxminan 100%. Oyiga robot stabil, xudo xolasa 10%, 15% qiladi. Oyiga stabil. Ba'zida 50% ham qilishi mumkin. Mana o'zingizlar real testni ko'rasizlar. Real testga yaqinroq test. 100% real testga yaqin 100% bo'lmaydi. 80-90% o'xshaydi. Sababi real bozorda slippage degan narsa bor. Keyin spread degan narsa bor. Keyin broker zadержкасы bor. O'shuning uchun real bozorda sal boshqacharoq bo'ladi. Sababi komissiya bo'ladi, balobitlar bo'ladi. Shuning uchun sal boshqacharoq bo'ladi. Mana o'sishini ko'rsanglar bo'ladi. Mana sekin o'sib boryapti. Bu robotimizning eng zo'r tarafi nima bilasizlarmi? Bu robot maksimal ravishda depozitni saqlash uchun qo'ldan kelgancha saqlaydi. 6 minut bo'ldi. Ko'rsanglar bo'ladi mana bu yerda depozit ko'rsatib turadi. Mana 950 dollar, mana 930 dollarga tushdi. 946 mana robot ishlashida mana bitta ma'lumot berib turadi. Mana bitta ko'rsanglar bo'ladi. Biz kanalda nimasi link turibdi. Pastda men o'zimni Telegram nimasi turibdi. Xolos. Shaxsan men o'zimga yozsanglar ham bo'ladi. Mana bu kanalga o'tib kirsanglar ham bo'ladi. Mana ko'tarilish boshladi. Bu robot sizlarni birdaniga boyqib yubormaydi, lekin mana shu qo'ygan depozitinglarni maksimal ravishda himoya qilib, sekin stabil ko'tarishga harakat qiladi. Bu robot o'zidan o'zi birdaniga boyqib yubormaydi, birdaniga stabil sekin o'sish beradi. Stabil sekin o'sish. Shuning uchun robot ustanovka qildim. Birdan boy bo'lib ketaman demanglar. Deb o'ylamanglar. Ha bitta super robotni ham tashlamoqchi edim. No, bu robot to'g'risi nima? Xavfliroq, lekin nima o'sishi ham tez. Juda nima deydi, mana qaranglar. Har bitta order uchun 5% risk qiladi. Bu risk katta, lekin foydasi ham normal foyda oladi. Lekin tushishlar ham bo'lgan bu testda. Tushishlar ham bor. Shuning uchun sizlarga stabil robot kerak. Mana shu robot. Stabil ishlab beradi sizlarga mana shu robot. To'g'risi. Mana bitta botlarimiz ham bor. Mana bitta botlarga obuna bo'lib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana video Instagram, YouTube, TikTok qovlasini tashlasanglar, bu sizlarga skachat qilib beradi. Botlarimiz ham bor. Mana bitta ChatGPT bot bor. Odamni troll qiladi, masxara qiladi, kayfiyatni ko'taradi, o'qiladi. Mana shu botga obuna bo'lib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana ChatGPT desanglar chiqadi. Sababi ChatGPT band bo'lgani uchun ChatGPT deb qo'yganman bu nimada. Bot bilan ham bemalol gaplashib, kayfiyatinglarni ko'tarib olsanglar bo'ladi. Tak, mana 1200 dollarga chiqdi mana. Uzoq payt plus minus yurgan, lekin teng yurgan. Mana endi o'sishlar bo'ldi. 200 dollar, 300 dollarga yaqinlashib. Shu bilan videoda xayrlashamiz o'rtoqlar.